Birinchi savolga qaranglar. Birinchi savolda aytilyapti, suv 173 gradus Selsiy va 263 Kelvinda qanday agregat holatda bo'ladi? Endi, demak bizda 173 gradus Selsiy berilyapti va necha Kelvin? 263 Kelvin. Bunga aytaverasizlar, bu sizlarga Mendeleyev kiloperyon tenglamasi emas. O'sha uchun nima? Suv umuman olganda harorat moddalar uchun nimada o'lchanadi? Gradus Selsiy. Gradus Selsiyga o'tishni nima qilamiz? Gradus Selsiy tenglik Kelvin minus nima? 273. Shu formuladan foydalanib buni nimaga o'tkazsam bo'ladi? Gradus Selsiyga o'tkazsam bo'ladi. Demak 263 dan ayiraman. Nechini? 273 ni. Shunda necha bo'lar ekan? Minus 10 gradus Selsiy bo'lar ekan. Endi suvni biz men aytganman, har qanday moddada suyuqlanish harorati bor va qaynash harorati bor. Xo'p, mana bu moddadan oladigan bo'lsak, mana shu qismini suyuqlanish nimasi? Harorat, to'g'rimi? Endi bu qismni oladigan bo'lsak, qaynash harorati. Bizga suvni qaynash harorati ham aniq, suyuqlanish harorati ham aniq. Suyuqlanish harorati nechaga teng? 0 gradus Selsiy. Qaynash harorati necha gradus Selsiydan yuqorisi edi? 100 gradus Selsiy. Endi qaranglar. Qaynash, suyuqlanish haroratidan past holatga o'tsa, har qanday modda. Masalan, hozir bizda suv uchun, suvniki 0 gradus Selsiy suyuqlanish harorati, qaynash harorati 100 gradus Selsiy. 0 gradus Selsiydan pastga o'tdimi, o'zi qattiq bo'ladi. Hisob qilinglar. Tushundinglarmi? Demak, suyuqlanish harorati va qaynash harorati o'rtasida bo'lsa, suyuq modda bo'ladi-da. Suv masalan 0 gradus Selsiy va 100 gradus Selsiy oralig'ida qanaqa holatda? Suyuq. Agar 100 gradus Selsiydan o'tib ketsa-chi? Gaz agregat holatga bo'ladi. Endi sizlar faqat suvcha ishlatmaysizlar-da buni. Xohlagan moddani berib qo'ysa, suyuqlanish harorati yoki qaynash harorati berib qo'ysa, suyuqlanish haroratidan pastda o'zi nima bo'ladi? Qattiq. Tushunyapsizlarmi? Agar suyuqlanish harorati va qaynash harorati orasida tursa-chi? Nima bo'ladi? Suyuq agregat holatda bo'ladi. Agar qaynash harorati o'tib ketsa-chi? Gaz agregat holatga ketib oladi. Endi biz mana bu orqali ishlaymiz. Bizga aytilgan 173 deyilgan. 170 qayerda turibdi? Qayerga qo'yib? Mana bular shkalada. Nima? Mana bular suyuqlanish harorati va qaynash harorati o'rtasiga qo'ysam bo'ladimi? Qayerga qo'yay? Mana shu tomonga. Xohlagan mana shu tomonga qo'ysam bo'ladi, to'g'rimi? 173 100 dan chunki katta. Minus 10-chi? 0 dan pastga. Endi qarayman. Agregat holatlari degani uchun minus 10 qaysida turibdi? Qattiq. Shuning uchun nima? Minus 10 dagisini qattiq qo'sam bo'ladimi? 173-chi? Gaz. Qaysi javob bo'lar ekan? B javobga to'g'ri kelar ekan. Birinchisini 173 bergan, ikkinchisini minus 10, to'g'rimi? B javobga to'g'ri kelar ekan. Ikkinchi savolga o'tamiz. Kim tushunmadi? So'ranglar. Tushunmaganlar yo'q birinchi savolga. Ikkinchi savolga o'tamiz, o'qiymiz. Tarkibida 0.3 N ata vodorod atomi saqlagan ammiak qancha hajmni egallaydi normal sharoitda? Endi normal sharoitda o'zi ammiak qanaqa agregat holatda bo'ladi? Gaz. Ammiakni biz har doim gaz deb o'rganganmizmi? Ammiak formulasi qanaqa? NH3. Endi har qanday moddani 1 mol normal sharoitda har qanday moddani desak to'g'ri bo'ladimi, noto'g'rimi? Yo'q, har qanday gaz modda, suyuq suvni olmaymiz, to'g'rimi? 22.4 deb. Har qanday gaz modda normal sharoitda necha moli? Demak, 1 moli 22.4 litr. Normal sharoitda aytaverasizlar. Endi bizga aytilgan 0.3 nata vodorod saqlagan. Qaranglar. 1 molning tarkibida men bu yerdan chizib qo'yaman. Nechta vodorod atomi bor? 3 ta. Mana. Nechta turibdi? 3 N ata. Lekin bizda masal sharti nechta deyilgan? 0.3 N ata. Endi men litrda so'ragan uchun primoy bu yoqqa qarab nima qilsam bo'ladi? Proporsiya qo'rsam bo'ladimi? 3 N atasiga 22.4 litr hajmni egallar ekan. Biz 0.3 da bitta virgul so'ramizmi? Necha litr? Litr bo'lar ekan. Qaysi javob? D javobga to'g'ri kelar ekan, ha? Xo'p, 3-savolga o'tamiz. 3-savolga o'tamiz. Hozir. So'raylar tushunmasanglar. Endi sal ertaroq boshladik biz aytaymi. Demak, 3-savol.
quyidagi quyidagilardan qaysi biri kimyoviy hodisa emas? Endi kimyoviy hodisa nima edi o'zi bizda? Modda tarkibi o'zgarishi bilan bo'ladigan jarayonlar kimyoviy hodisalar. Modda tarkibi o'zgarmasligi bilan bo'ladigan fizik jarayon. Qaraymiz, temirning zanglashi. Temir zanglashi o'zi avvalgi holatga qayta oladimi? Yo'q, o'sha uchun bu nima? Kimyoviy. Bizda kimyoviy bo'lmasin deyilyapti. Nimani olishimiz kerak? Fizikni. Endi suv bog'lan kondensatlash. Nima qilsak bo'ladi buni? Olsak bo'ladi. Suvni elektroliz qilish ola olmaymiz. Malaxit parchalanish. Nima uchun? 3-chi javobni qolganlarini ko'rib olamiz. Sizlar ko'rmaganlaring. Suvni elektroliz qilish degani suvni parchalash elektr tok ta'sirida. Endi vodorod va kislorodga parchalar reaksiya bo'lsa nima bo'lardi? Kimyoviy jarayon hodisa bo'lardi, to'g'rimi? Demak, o'sha bu nima qilmaydi avvalgi holatda? Qaytmaydi. O'sha uchun kimyoviy hodisa. Suvni kondensatlash degani, masalan, bizda suv umuman olganda hamma moddalar 3 xil agregat holatda edi, to'g'rimi? Gaz, suyuq va qattiq. Endi qattiq holatdan gaz holatga o'tish nima deyiladi? Suyuqlanmasdan turib gaz sublimatsiya yoki gaz holatdan qattiq holatga to'g'ridan-to'g'ri o'tish ham yo'q, sublimatsiya bu. Endi qattiq holatdan suyuq holatga o'tish, muzlash, qattiq suyuqlanish yoki erish va hokazo aytilishi mumkin, to'g'rimi? Endi sizlarga gaz holatidan suyuq holatga o'tish eslab qolinglar, kondensatlanish. Masalalarning shartiga kelib qolishi mumkin-da, aytish mumkin. Suv bug'lari kondensatlandi. Ya'ni suv masala shartida dastlab harorat yuqoriga ko'tarilgan vaqtida nima bo'lgan? Bu holatda, ya'ni gaz holatda bo'lgan. Undan keyinchi kondensatlansa qanaqa holatga o'tib oladi? Suyuq holatga o'tib oladi. Tushundinglarmi? Ya'ni sizlar suyuq holatga o'tib, yana gaz holatga o'tkazishlar mumkin-da. Qaytarishlar mumkin. O'sha uchun bu nima bo'ladi? Qanaqa jarayon bo'ladi? Fizik jarayon. Chunki sizlar gazdan suyuqqa ham o'tkaza olyapsizlar. Suyuqdan yana gazga qaytara olasizlar. Tushundinglarmi? Chunki suyuqdan gaz holatga o'tish nima edi? Suyuqdan gaz holatga o'tishmi? Bug'lanish. O'ta olasizlar-da, xullas bir-biriga. Tushunyapsizlarmi? O'sha uchun fizik jarayon. Modda tarkibi o'zgarib, mana misol uchun muzni eritsang, xohlagan agregat holati bittasi ikkinchisiga o'tishi bu nimaga bo'ladi? Fizik hodisa. Kimyoviy hodisa emas. Tushunyapsizlarmi? O'shaning uchun qaysi javob bo'lar ekan? Fizik hodisani olishimiz kerak? B javob bo'lar ekan. Endi hammasi yozib o'tiraman, chunki bular o'rgatilgan. 4-savol. Nazariy savollarda boshqa. Nazariy savollar shunchaki aytib ketaveramiz, ular yozib o'tirmaymiz endi. Vaqt ko'p ketib qoladi. Quyidagi holatlarning qaysilari to'g'ri? Molekulalar atomlardan tashkil topgan, to'g'rimi? Bir to'g'ri. 2. Fizik hodisalar kimyoviy hodisalardan farq qilib, fizik hodisalar molekula saqlanib qolmaydi. Molekula saqlanib qolmaydi degan modda tarkibi o'zgarib ketadi demoqchi-da. Lekin bu nima? Fizik hodisalar saqlanib qolmaydi deyapti. Nima bo'lish kerak aslida? Saqlanib qolish kerak. O'shaning uchun buni nima qila olmaymiz? Ola olmaymiz. Uchini qaraymiz. Kimyoviy hodisalarda molekulalarning kimyoviy tarkibi o'zgaradi, to'g'rimi? To'g'ri, chunki kimyoviy hodisalar deymiz biz. Modda tarkibi o'zgarishi. Molekulaning tarkibi o'zgarishi ham nima bo'ladi shunda? Kimyoviy hodisa bo'ladi. Demak, 3 ni ham olsak bo'ladimi? 4 ga qaraymiz. Kimyoviy reaksiyaga kirishgan moddalarning massasi hosil bo'lgan moddalar massasiga teng bo'lmaydi. Teng bo'ladi. Mana misol xohlagan reaksiya yozib ko'ramiz. Ana shu 4-chisidan 4-chisiga xohlagan misol uchun H2 plus kislorod suv reaksiyasini yozsam bo'ladimi? Qaranglar. Teng bo'ladi. Majbur teng bo'lishga. Eslab qo'yinglar. Massani saqlanish qonuni. 2 ga 2 4. 4 ga qo'shadigan bo'lsam 32 ni. 36. Bu tomonda ham ya'ni reaksiyaga kirishayotgan moddalarning massasi reaksiya natijasida hosil bo'ladigan modda massasiga teng. Har doim nechta modda kirishsa ham, nechta modda hosil bo'lsa ham bir-biriga o'zaro teng bo'ladi. Tushunyapsizlarmi? Reaksiyani tenglashtirish kerak-ku. Atomlar soni bitta tomonda teng bo'lgandan keyin ikkinchi tomonda ham teng bo'lyapti. Shunga yarasha massalar ham nima bo'ladi? Teng bo'ladi. Tushunarlimi? Demak, buni ham shuning uchun nima qila olmaymiz? 4 ni ham ola olmaymiz, chunki teng bo'lmaydi degan. 5 ga qaraymiz. Molekulalar o'rtasida o'zaro tortilish va tarilish kuchlari mavjud. To'g'ri. Molekulalar orasida tarilish va tortish kuchlari bor. Nazariy qismi bo'yicha. Demak, biz oladigan javoblar 1, 3, 5. Ha, javob bo'lar ekan, to'g'rimi? 4-savol. 5-savolga qaraymiz. Quyidagi holatlarning qaysilari noto'g'ri? Fizik hodisalar noto'g'rilarini aniqlaymiz-da. Birinchiga qaraymiz. Fizik hodisalar kimyoviy hodisalardan farq qilib, fizik hodisalarda molekula saqlanib qolmaydi. Olishimiz kerakmi?
Nima uchun Sanjar, nima uchun olamiz? Farq qilishi ham mayli. Afsonaviy nima uchun olmaymiz, olamiz buni? Chunki yotsada bitta narsa yana o'z holiga qaytishi kerak. Reaksiya qilishgan narsa yana o'z holiga qaytishi kerak. Kimyoviy hodisada demak, bu saqlanib qolmaydi, deyapti-da. Demak, bu saqlanib qolish kerak. Lekin noto'g'risini so'ragan uchun nima qilamiz buni? Olamiz. Birini olamiz o'sha uchun. Ikkiga qaraymiz. Molekulalar atomlardan tashkil topgan. Bu to'g'ri. Shuning uchun nima qilmaymiz buni? Olmaymiz. Birini olamiz. 3ga qaraymiz qani? Molekula moddaning fizik xossalarini o'zida saqlovchi eng kichik zarracha. Nima uchun noto'g'ri? Birini oldik hozircha. 3ni nima uchun olamiz? Aytaveramiz qani? Kimyoviy xossalarini bo'ladi. Molekula moddaning kimyoviy xossalarini o'zida saqlovchi eng kichik zarracha. Tushunyapsizlar? Bu yerda nima deyilgan? Fizik xossalarni. Shuning uchun 1, 3 ni ham nima qilamiz? Olamiz. O'zi 1, 3 bo'ldimi nima? Ha, javob bo'lar ekan 5-savol javobi. Xo'p, 6-savol. Normal sharoitda quyidagi gazlarning qaysilari 11,2 litr hajmni egallaydi? 6-savolga qaraymiz. 16 gram birinchisida aytilyapti. 16 gram nima? Selan. Kremniy H4. Endi kremniy H4 ga 16 ni kremniy H4 ga bo'lsak, qaysi miqdorda mol chiqadi? O'shani ko'paytiramiz. 22,4 ga nima qilamiz? Ko'paytiramiz. Bo'ladi. Endi qaraymiz. Buni massasi necha gram? 32 gramda. 32 gram necha mol? Yo, 32 gram necha mol? 1 mol. O'sha uchun birdan nima deb chiqarsam bo'ladi? 22,4 litr hajmni egallaydi. Bizda qancha berilgan? 2 barobar bu kam bo'lsa, bu ham 2 barobar kam bo'ladi. 11,2 litr bo'lar ekan. O'zi ekanlar bir nosey bo'l ekanmi shunda? Demak, bir nosey bo'l ekan. 2 ga qaraymiz. 16 gram SO2. SO2 64 massasi. Buni 1 moli, ya'ni 64 gram necha litr hajm? Bu ham gazda. Bizda 16 gram berilyapti. Buni hisoblaydigan bo'lsak 5,6. Buni ola olmaymiz. Chunki bizda necha litr deyilgan? 11,2 litr. 3-chisini qaraymiz endi. Tarkibida 3,01, 10 darajasi 23 ta atom saqlagan pH3, ya'ni fosfin. To'g'rimi? Atom saqlagan degan joyga yetaveramiz. Bunda tarkibida qaranglar. Nechta atom turibdi? 1, 3 ta. 4 ta turibdi. 4 N-ata. 4 N-ata. Ana 3,01 ni ham oddiy songa o'tkazib olsak bo'ladimi? Nima qilay uning uchun? 6,2 darajasi 23 ga 0,5. Endi qaranglar. 4 N-ata atom saqlagan pH3 normal sharoitda necha litr? 22,4 litr yoki 1 mol. Mana bu 4 ni nima uchun qo'yapsiz deb savol beradiganlar bormi? Nima uchun? Nima uchun qo'yamiz? Men savol beraman agar. Ha, mana bitta fosfor va 3 ta vodorod atomi. Lekin 1 mol ichida turibdi-da. Mana bu yerda 2 mol olganmiz-ku, to'g'rimi? O'shaning uchun 4 N-ata atom saqlasa ham necha litr hajm? 22,4. Lekin bizda qancha saqlasin deyilyapti? 0,5 N-ata. Oddiy songa o'tkazib oldimda men. Qancha? 2,8. Shuning uchun buni ham nima qila olmayman? Ola olmayman. Xo'p, keyingisi 4-chisini ko'raman. CO. Iskazimidi bu? 1 moli, ya'ni mol berilgan gram. 1 mol necha gram? 28 gram va necha litr hajm? Chunki 1 molda bu. 14 gram qancha desam? Demak, menda javoblardan qaysini olaman? 1 va 4 ni olaman. 1 va 4. Xo'p. Bizda javobga to'g'ri kelar ekan, ha? Tushunalimi? Kim tushunmadi? Bormi tushunmaganlar? Kim? Yo'q-a? Keyingisiga o'tamiz unda. Normal sharoitda quyidagi gazlarning qaysi biri 22,4 litr hajmni egallaydi? Ya'ni shunaqa. Endi ishlaymiz, qani? Aytib turasizlar. Birinchisi qaranglar, NH3 formulasini yozib olaman. Buni atom degan joyga yetib berasizlar. Buni NH3 o'zini tarkibida nechta atom turibdi mana? Bitta azot atom va 3 ta vodorod atom. Jami 4 N-ata atom saqlagani normal sharoitda. Chunki 1 molini qarang, aytib bering. Bu bir koeffitsient bor deb qaraladi. 1 kara 4 da, to'g'rimi? 4 N-atasi
22,4 litr hajm. Lekin menda 6,23 bo'lsa, oddiy songa o'tkaza olamanmi? Necha bo'ladi? 1 enata. To'g'rimi? Endi qaranglar, aytaveringlar. Endi 4 enata atom saqlagan amyak 22,4 bo'lsa, menda qancha? 1 enatasi qancha desam, bu 4 marta yuqori bo'lsa, bu ham 4 marta past bo'ladi. Chunki 4 1 ga 4 nisbatda bo'lsa, bu ham 1 ga 4. Shuning uchun 22,4 necha bo'lishi mumkin? 4 ga. 5,6 litr. Shunda qaysi javob bo'ladi? Hali bor to'liq ko'rishimiz kerakmi? 2 22,4 deyapti. Buni olsak bo'ladimi? Yo'q, buni ololmay ekanmiz. Ikkinchisini ko'ramiz. Aytinglar, nima qilay? CH4 o'zining massasi necha? Necha litr? Buni ham naql olmayman. Nima uchun? Chunki bizga masalan 22 Yaxshi. Uchinchisini-chi yozaymi? Formulasini yozaman. O3 ozon. Buni massasi 48 grammi. Ya'ni 48 gram necha mol? Sanjar? 1 moli 22,4 litr. Bizda ham masal shartda necha gram berilyapti? Bu ham baribir. Buni olsak bo'ladi. Yana qaysi? 4 mi? Aytinglar, nima berilgan? C2H4. Bu nima edi formulasi? Nomi nima edi? Organik o'tmadik hali biz. Eten edi, ha? Eten. Shunaqamidi? Yotlab ketaveringlar. Qiynamaysiz edi organikaga. Xo'p. Ha, faqat 3 bo'lyapti javobimiz. Demak 22,4 bo'lsa 14 grammi. O'shaning uchun buni ham nima qila olmaymiz? Buni olsak lekin faqat 3 ekanda. To'g'rimi? Xo'p. Demak, keyingi savolga o'tamiz. Kamerani to'g'rilab qo'y. Buni ustozga. To'g'rilaningmi? Normal sharoitda 8-savolni o'qiymiz. Normal sharoitda quyidagi gazlarning qaysi biri 5,6 litr hajmni egallaydi? Birinchi savol. Birinchi variantlar ichidan birinchisini ko'ramiz. 8 midi? Xo'p, birinchisi. Aytinglar. 32 gram necha litr hajm? Yana 32 berilgan. Xo'p, ikkinchisi. Tarkibida 6,02 darajasi 23 ta atom saqlagan. 6,02 darajasi 23 ta degani nechta degani? Bitta atom saqlagan pH3. pH3 deb yozib olaman. Qaranglar. Bitta fosfor atom va 3 ta vodorod jami 4 enata atom saqlagan necha litr? Lekin menda nechta saqlasin? 1 enata saqlagani 5,6 litr bo'lar ekan-a. Xo'p, qaysi javob? Shu bo'ldi. 3 ni ko'ramiz. Ha, bitta shumi? Bo'ldi, ko'rib bitirmaymiz. Bunaqa ko'rdik-ku, to'g'rimi? D javob bo'lar ekan. 9-chisini ko'ramiz endi. 9 dan boshlab o'sha ketgan bir xil bo'lgani uchun ko'rmaymiz bu yog'ini. 10 ni ko'raykanmiz-da. 10 ni ko'rsam o'sha necha? 15 gacha bir xil ketar ekan-a? 10 ni ko'ramiz. O'xshash lekin. 10-savol. Quyidagi moddalardan qaysi birining tarkibida 12,04 10 darajasi 23 ta atom bo'ladi? Necha bo'ladi? 2 n atomda bu atom aytaveraylik, mol emas bu. Atom va mol. Mol, atom shu narsa aytaverasizlar. Endi kislorodni qaranglar, 32 gramning tarkibida nechta atom turibdi? Mana. 2 ta kislorod atomi turibdi. 16 gramning tarkibida necha enata? 1 enata. O'sha uchun buni nima qila olmayman? Chunki nechta saqlash kerak? 2 ta. Ketdi. Ikkinchisi 17 gram pH3. Fosfin. To'g'rimi? Buni massasi 34. Nechta atom saqlab turibdi? 4. 17 gram berilgan. 2 enata. Buni oson bo'ladi. Uchinchisi
Qaysi javoblar bo'lgan? 3. 4ni ko'rib olamiz buni. Xo'p, 4-inchisi nima? 8,5 gram NH3. NH3 ni yozib olaman formulasini. Qaranglar, buni 17 gramning tarkibida o'zi nechta atom bor? 4 ta. Mana, bitta azot atomi va 3 ta nima atomi? Vodorod atomi turibdi. Jamisi 4 ta. 17 gramda. Lekin menda necha yarim gram berilgan? 2 barobar past bo'lsa, bu ham 2 barobar past. 2. Yana qaysi javob? D javobga to'g'ri kelar ekan. Xo'sh, o'zi bir xil ketgan. 16 ni ko'ramiz endi shundan. 13 chiqmaganmi? Atomda, to'g'rimi? Xo'p, 13 ko'rishdan onda. Chiqmagan bo'lsa, so'raylar. Kimda noto'g'ri chiqqan bo'lsa, bir xiling 20 tagini berib o'rganman o'zi. Bir xiling 15 ta ham yechib olmagansan, bir xiling 14 ta ham yechib kela olmagansan, ha? So'raylar o'shalar. 13-chi. Quyidagi moddalardan qaysilarining tarkibida 1,5 N ata kislorod atomi bo'ladi? Birinchisiga qarayman. Birinchisi. Nima deyilgan? Sulfat kislota berilyapti. Sulfat kislotani o'zi 98 gramini tarkibida nechta kislorod atomi turibdi? Sanjar nechta turibdi? Qarang, bola o'zi tayyorsan lekin. Nechta turibdi? Kislorod atomi. Kislorodga qara, kislorodga. Kislorod dedimi, kislorodga aytib qaraysizlar, qaymi? Nimani aytilishiga qarab. Masalan, oltin gurt desa, oltin gurtga qaraysan, kislorod desa, kislorodga. Lekin bizda masala sharti bo'yicha nechta berilgan? Necha gram berilgan? Nechta bo'ladi? 2 N ata bo'ladi. Lekin 1,5 N ata saqlasin deyaptimi? Bo'lmaydi ekan bu. Bir ketdi. Ikkinchisi nima deyilgan? Qaysi kislota bu? Nomi nima buni? 1 molning tarkibida xlorid kislota. 1 molning tarkibida nechta kislorod atomi bor? 2 N ata. Bizda ham masal sharti bo'yicha? Buni ham olsak bo'ladi, ha? Nima uchun? 3 ga qaraymiz unda. 3-savolga 31,5 gram HNO3. HNO3 yoza olaman. Qaraylik. Buni 63 massasi. Molyar massasi 63 gramning tarkibida nechta kislorod turibdi? 3 N ata. Ha, lekin bizda qancha berilgan? Bu 2 barobar past bo'lsa, bu ham demak 1,5 N ata. Buni olsam bo'ladimi? Keyingisi 4-savol. 4-variantlarda N2O5. N2O5 ning massasi necha molyar massasi? Azot 5 oksid. 28, 80. 108 mi? 108 gramning tarkibida nechta kislorod ko'ryapsizlar? Endi masala sharti bo'yicha nechta berilyapti bizga? Necha gram berilyapti? Yarmi 54 gram. Bundan hisoblasam 2 yarim chiqar ekan. To'g'rimi? Oson bo'ladi. Shuni ham Sanjar? Nima uchun? 1,5 ta bo'lishi kerak. Xo'p. 3 ni oldik, 5 ham bor bunda. 5, 6 ham bor ekan, ha? 5 ta olsak bo'ldimi? 5-inchisi nima modda berilgan? 27 gram suv. Xo'p. Behruz, suvning molyar massasi necha? 18. 18 gramning tarkibida nechta kislorod ko'ryapsan? Bitta. Menda masala sharti bo'yicha necha gram berilgan kislorod massasi? 27 gram berilgan. Buni hisoblab olsam 1,5 N ata bo'lar ekan, ha? Qaysi javob bo'ldi? C javobga to'g'ri kelar ekan. Xo'sh, yaxshi. Keyingisi, uji 15 gacha nima bu yog'i? Bir xil, kopiya. 16 ni ko'rsam bo'ldi ekan, bu tomondan. Ha, chiqmaganmi 20 gacha? So'raylar, hech qaysini tashamanglar. Kuchayib ketaverasizlar variant ishlasanglar. Xo'p, 16 kislorod, bu variant emas-ku, endi variantlar keyin tugatib o'shaylar, variant beraman, birlashtirilgan. Xo'p. Kislorod 18, 17, 16 izotoplar berilyapti. Tarkibida neytronlar soni tegishli ravishda tartibda joylangan. Endi xo'p, 18, 17, 16 mi? Endi qaranglar. Tartib raqami o'zgaradimi?
tartib raqam yadro reaksiya bo'lsa ham, boshqa narsa bo'lsa ham, xohlagan paytda davr sistemadan nima qilaverasan? Tartib raqamni shunday olib kelib qo'yaverasan. Demak, hammasini kislorod bo'lgani uchun necha qo'y tartib raqami? Neutron topishni nima qilardik? Proton sonini ayirardikmi yoki tartib raqamni? Tartib raqamni ayirardikmi? Endi birinchisi uchun, birinchi moddamiz uchun mana. Nima qilay? 18 dan 8 ayirsam nechta bo'ladi neutron soni? 10 ta. Ikkinchi modda uchun 17 dan 8 ayiraman. 9 ta. Uchinchi modda uchun 16 dan 8 ta. Qaysi javobda turibdi? 10, 9, 8. Neutron topish hamma biladimi? Neutron topish nisbiy atom massasidan tartib raqamni nima qo'yish kerak? Arslon ayirib qo'yish kerak, to'g'rimi? Xo'p, bo'ldi, 19 mi? Yo'q, 19 chiqadi. 17 Qaysi chiqmay 17 mi? 17 ni ko'ramiz unda. Noto'g'ri chiqib qolganlarni ham aytaveringlar. 17 O18 sekin-sekin o'rganib ketaverasiz buni. O18, O17 berilgan kislorod I 16 berilgan. Buni tartib raqamini 7 qo'yaman, ha? 7. Nima uchun? O'zgarmaydimi hech qachon? Nima uchun massa o'zgaryapti unda? Bu anonisi izotoplar. Izotoplarda, to'g'rimi? Xo'p, nima so'ralgan bu yerda? 17-savol. Izotoplar tarkibi. Xo'p, topib chiqamiz unda. Bu hammasi alohida topib chiqamiz. Proton, elektron, neutron. Endi proton soni nechta bunda? Proton sonimi? 10 ta? Nechta qo'yay proton sonini? 8 ta, chunki proton soni tartib raqamga teng. Elektron soni proton soniga demak nechta qo'yay buni? Ha, neutron sonichi? 8 ta bu ham. 10 ta. Malades. 8 ta. Keyinchi? Neutron 10 ta ustoz. Nima uchun 8 ta deb sulandi? 18 dan 8. Neutron soni topishni nima qilardik? Nisbiy atom massasidan ayirib qo'yamiz. Buning massasi necha turibdi? 18. Fariza. Mamaga qaranglar. Doskaga. Qanday nima qilasizlar? Tushuntiryapman mana. 18 buni atom massasi bo'lsa, tartib raqami necha? 18 dan 8 ayirsam necha chiqadi? 10. Demak, neutron soni nechta? 10 ta. Endi buning proton soni nechta? 8 ta. Chunki proton soni tartib raqamga teng. Elektron soni 8 ta elektron soni. Elektron soni proton soniga nima edi? Teng edi. Neutron sonichi? 8 tami? 9 ta. Nima uchun? 17 dan 8 ayirsak 9. 17 dan 8 ayirsak 9. Buni proton soni, elektron soni va neutron soni. 8, 8, 8. Endi hammasini hisoblaymiz. Demak, tepa qism birinchi o'zi 24, hammasini proton 8 karo 24 ta bo'ldi. 8 karo 3. Bu ham 24. Qo'shaman buni 19, 27 ni. Jamisi 48 ga qo'shiradigan bo'lsam 75. Bormi shunaqa javob? Demak, D javobmi? Hop. Mana shular. Demak, Sharof. Pauza qil, pauza. O'chir.